Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Do'konimizni ko'pchilikni bilasizlar. 3-blok 4-qator 60-do'kon bo'ladi. Bu sohada joylashgan. Bu filialimizga ko'pchilik kelgansizlar, shu yerda xarid qilgansizlar, hamma narxlarda. Sizga bitta katta yangiligimiz bor. Shu bozor o'zida 3 ta to'shka qilib qo'yganmiz. Yana o'zingizga qaysi biri qulay bo'lsa, kelib ketsanglar bo'ladi. Hozir hammasini birma-bir ko'rsatamiz hurmatli mijozlarimiz. Hurmatli mijozlarimiz, ikkinchi do'konimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ba'zilarga tushuntirib o'taman. Bu ham 3-blokka kiradi. Ikkinchi qator 44-do'kon hurmatli mijozlar. Bemalol bu yerga ham kelsanglar bo'ladi. Mana hozir vitrin to'ldirishlar olib borilyapti. Xudo xolisa. Bemalol hamma soatlarni olib kelib qo'yamiz hurmatli mijozlar. Bu holatga yaqin qilib hammadan to'ldirib, sizlarga bir chiroyli obzor ko'rsatamiz. O'zingizga qulay do'konga kelib bemalol mahsulotlarni xarid qilsa bo'ladi. Hamma muvaffaqiyat. Hurmatli mijozlarimiz, siz 01 do'konini ko'rishingiz mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Titanik ichida bo'ladi u. Assortimentda baho berasizlar hurmatli mijozlar. Xohlagan do'kongizga kelib bemalol mahsulotini olib ketsanglar bo'ladi. Aytib o'tganimdek, Instagramdan keldim deb aytsanglar, chiroyli qilib narx-navoni kelishtirib beriladi mijozlar. Hamma mahsulot ko'rib turganlar, hammasi Turkiya mahsuloti absolyutno. O'zingizga yoqqan